Tahlillarga qaraganda dastlabki 3 soniyada e'tiboringizni tortib olgan videoni oxirigacha ko'rilish ehtimoli 80% gacha oshadi. Endi foydali ma'lumot bo'lsa-da, uni shunchaki e'lon qilishning o'zi yetarli emas. Kuzatuvchilar e'tibori uchun raqobat juda kuchli. Mavzuga diqqatingizni jalb qilish maqsadida har xil yo'l qilishadi va sizni videoda ushlab qolgach, foydali bo'ladimi, yo'qmi, oxirigacha ko'rishingizni ta'minlashadi. Bu ham bir uddaburonlik aslida. Hozirda taxminan 9 milliondan ortiq o'zbekistonlik Instagram foydalanuvchisi hisoblanadi. Tasavvur qilishingiz uchun aytaman, bu mamlakatimizdagi barcha maktab va oliygoh o'quvchilarini hammasini qo'shib hisoblaganingizda ham Instagram foydalanuvchilari soniga yetmaydi. Ular sutkasiga o'rtacha 2 soat vaqtlarini qisqa videolar tomoshasi bilan o'tkazishadi. Ushbu video orqali sizga ikkita muhim fikrni yetkazmoqchiman. Birinchisi, Instagram orqali katta ishlarni amalga oshirish mumkin. Bilimingizni oshirish, biznes boshlash yoki foydali ma'lumot olish uchun ajoyib maydon. Ikkinchisi esa, agar bema'ni befoyda videolarga e'tibor ortib boraversa, katta ishlarni amalga oshira oladigan salohiyatli insonlar ham ma'naviy qashshoqlashib qolishadi. Vaqtingiz va e'tiboringizni arzonga sotmang. Faqat o'z rivojlanishingizga xizmat qiladigan kontentlarni tanlang.